Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish bo'yicha vazifalar belgilanmoqda. Buning uchun respublikamizning har bir tumanida ishchi guruhlar tuziladi. Batafsil hozirgi sharhimizda tanishasiz. Energiya taqchilligi sayyoramizda tejamkorlikka erishish masalasini ko'ndalang qo'ymoqda. Ayni paytda bu muammo bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tgani yo'q. Respublikamizda energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy sohaning energiya sarfi hajmini keskin kamaytirish borasidagi ishlarni kompleks tashkil etish bo'yicha muhim tadbirlar amalga oshirilmoqda. Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yo'lida energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, joriy yilning 26-mart kuni Prezidentimiz raisligida energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va ulardan oqilona foydalanish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimiz rahbari tomonidan soha xodimlari oldiga qator dolzarb vazifalar qo'yildi. Jumladan, respublikamizning 208 ta tuman va shaharlariga Bosh prokuratura organlarining rahbar xodimlari mas'ul etib biriktirildi. Prezidentimizning yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan bu borada yangi vazifalar belgilandi. Qabul qilingan qaror Energetika vazirligi uchun ayni muddao bo'ldi. Qaror doirasida Energetika vazirligiga vazifalar yuklatilgan, xususan tashkil qilingan ishchi guruhlarda amalga oshirilgan ishlarni yoki reja ko'rsatkichlarni bajarilishini joyiga chiqqan holda nazorat qilish hamda har oyda Vazirlar Mahkamasiga hisobot kiritish. Bundan tashqari tashkil qilingan respublika, hudud hamda tumanlardagi ishchi guruhlar tumanlardagi energiya balansini ishlab chiqishi, ularda iqtisod rejasini bajarilishi bo'yicha mahallabay, tuman, shahar, viloyat hamda respublika ketma-ketligida ijrosini ta'minlash belgilangan. Qarordan ko'zlangan maqsad hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali 2,5 milliard kilovat soat elektr energiyasini va 1,1 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishishdir. Mazkur qarorga asosan 208 ta tuman shaharlarning har biriga Bosh prokuratura xodimlari biriktirildi. Ular har oyda bevosita joyiga chiqqan holda tuman shahar hokimlari hamda mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan hududda energiya balansi ishlab chiqilganligi, energiya tejamkor dasturlarini bajarish, aholi tarmoqlarda yo'qotishlarni kamaytirish borasida oylik reja ko'rsatkichlarining amalda ijrosini o'rganadi. O'rganish natijalarini Bosh prokuratura tashkil etilgan respublika shtabiga taqdim etadi. Shuningdek, hudud va tarmoqlar kesimida elektr va tabiiy gazni iqtisod qilishning maqsadli ko'rsatkichlarini ta'minlash borasida KPI tizimi joriy etilmoqda. Qaror ijrosini ta'minlamagan mas'ullarga nisbatan intizomiy choralar ko'rib boriladi. Qarorda jumladan iste'molchilar tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish hamda qo'shimcha 74 mingdan ortiq obyektda jami quvvati 785 megawatt bo'lgan quyosh panellarini va 9 mingdan ortiq 1,2 million litrli quyosh kollektorlarini o'rnatish hisobiga 1,6 milliard kilovat soat elektr energiyasini tejash, ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan 300 ta mahallada quvvati 100 megawattdan ortiq kichik quvvatli fotoelektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 45 million metr kub tabiiy gazni tejash, quvvati 65 megawattdan ortiq bo'lgan 1 mingdan ziyod mikro va kichik gidroelektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 172 million kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatini yaratish, byudjet tashkilotlarida energiya tejamkor uskunalardan foydalanishni kengaytirish hisobiga 39 million metr kub tabiiy gazni tejash, respublika hududlarida energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 730 million kilovat soat elektr energiyasi va 980 million metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish nazarda tutilgan. Birinchi navbatda mahalla fuqarolar yig'ini o'zining faollari, nuroniylari va keksa avlod bilan birgalikda har bir xonadonda bu loyihaning mazmun mohiyatini tushuntirishlarini jadallashtirishimiz kerak.
Chunki energiya manbasiz hayotimiz yo'qligini biz hammamiz bilamiz. Lekin undan biz oqilona foydalanib, nafaqat bugungi taraqqiyot, balki kelgusi hayotimizni, kelgusi avlod uchun avaylab asrashimizni tushuntirishimiz kerak. Mana hozir ayniqsa ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Aholini turmush farog'i oshib bormoqda. Ularga issiqlik energiyasiga, sovuqlik energiyasiga juda ham talabi oshib kelyapti. Endi esa biz har bir xonadon egasiga shu qo'llanilayotgan texnologiyalardan unumli foydalanishni, tejamli foydalanishni, keraksiz hollarda uni suiiste'mol qilmasliklar to'g'risida biz ularga tushuntirishlarini olib borishimiz kerak. Bugungi kunda respublikamizda elektr energiyasini ishlab chiqarish, uni tejash bo'yicha bir qator ishlar olib bormoqda. Jumladan, Bosh prokuratura, soha vakillari va olimlar ishtirokida respublikamiz hududida elektr energiyasini tejash va yo'qotishning oldini olish bo'yicha ishchi guruh faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu ishchi guruhlar tomonidan hududlarda o'tkazilayotgan ilmiy texnikaviy o'rganishlar natijasida energiya resurslarining qo'shimcha manbalari aniqlanmoqda. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda respublikamizda yangi qo'shimcha energiya manbalarini barpo qilishning imkoniyatlari katta. Shu jumladan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish gaz va ko'mirni tejash imkoniyatini yaratadi. Respublikaning har bir tuman shahar kesimida energiya balansini ishlab chiqish, ularning ko'rsatkichlarini bajarish, energiyani tejash dasturlari ijrosini ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tuman, shahar idoralararo ishchi guruhlari tuziladi. Qaror bilan respublika va hududiy shtablarga yuklanadigan vazifalar belgilab berildi. Mazkur qarorning joylarda aniq va bir xilda ijrosini ta'minlash bo'yicha nazoratni amalga oshirish maqsadida biz prokurorlarga 2 karra mas'uliyat yuklatilyapti. Shu sababli biz hozir Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga kelganmiz. Prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqning muhimligini, dolzarbligini his etgan holda energiyani tejash, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish hamda behuda sarflanish oldini olish, iqtisodiyot tarmoqlarida, davlat idoralarida va ijtimoiy soha obyektlarida hamda aholi xonadonlarida energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirish yurtimizning kelajagiga barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir etadi. Zeroki prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, energetika xavfsizligi bu mamlakat xavfsizligidir. Shu maqsadda respublikamiz har bir tuman shaharlarda idoralararo ishchi guruhi tashkil etildi. Ushbu ishchi guruhlar yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha respublika va hududiy shtablarning ishchi organi hisoblanishi belgilandi. Biz prokurorlar davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan ikkita tamoyilni o'zimizga shior qilib olganmiz va shu asosda ishlarni tashkil qilishimiz zarur. Birinchisi, energiya manbalari yetarli bo'lmagan mamlakatda iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Ikkinchisi, resurs tejamkorligi iqtisodiy model hisoblanadi. Vazirliklar, idoralar va boshqa davlat tashkilotlari birinchi rahbarlari va o'rinbosarlariga mazkur davlat organlari, shu jumladan ularning tuzilmalaridagi tashkilotlar binolarida qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalanishni joriy etish hamda energiya samarador qurilmalarini o'rnatish ishlarini har oylik manzilli reja asosida amalga oshirib, maqsadli ko'rsatkichlarning bajarilishini qat'iy ta'minlash bo'yicha shaxsiy javobgarlik yuklatildi. Bugun biz har bir tumanda bu qaror bilan energiya balansini ishlab chiqishimiz, biz aniq sarflarimiz qancha ko'payadi, qanchaga oshadi iste'mol, buni balansini belgilab olishimiz kerak va buni iqtisod rejalarini biz aniq ishlab chiqishimiz kerak. Noqonuniy foydalanishlar bo'yicha viloyat prokuraturasi alohida shtab tuzilgan. Bu ayni vaqtida, muddatida qabul qilingan qaror deb hisoblayman. Bu qarorni biz joylarda ijrochi organ sifatida to'liq qo'limizga qalam olib, hisob-kitob bilan pastga tushib, yurib, ko'zimiz bilan ko'rib qilsak, bundan ham ko'proq imkoniyatlar bor. Buni to'liq ijrosini ta'minlashimiz mumkin. Bugungi qabul qilingan qaror bo'yicha biz tadbirkorlarga bir qator vazifalar yuklandi. Bu vazifalar, ya'ni o'sha korxonada ishlatilayotgan uskunalarni to'liq energiya tejamkorligiga o'tkazish bo'yicha ishlar amalga oshirilishi belgilab o'tildi. Energiya resurslarini tejash bo'yicha korxonamizda bir qator ishlar amalga oshiramiz. Birinchi navbatda hozir 2 megavatli quyosh panelini o'rnatdik, undan foydalanyapmiz. Endi bu yog'iga yana o'sha korxonada ishlatilayotgan barcha ishlab chiqarishda foydalanadigan uskunalar, dastgohlarning hammasini quyosh panellari orqali ishlatishni amalga oshirmoqchi biz.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi viloyatlar va Toshkent shahri, tuman va shaharlar hokimlari hududlarida elektr energiyasi va tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha har oylik maqsadli reja ko'rsatkichlarining o'z vaqtida va to'liq bajarilishini hamda energiya resurslarini yetkazib berishdagi yo'qotishlarni kamaytirishni qat'iy ta'minlashga majburligi belgilandi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan yangi qaror yangi mas'uliyat, dolzarb vazifalarni yuklaydi. Sababi energetika sohasi bugungi kunda o'ta muhim, har kunlik e'tibor qaratiladigan sohaga aylanib bo'ldi. O'zim rahbarlik qilayotgan tumanimizdagi barcha energiya resurslaridan foydalanuvchilar hamda energiya balansini qo'limga olib, ishchi guruh bilan har kunlik ish tashkil qilaman. Yana bir bor mana shu bugungi qaror, men o'ylaymanki, aynan hokimlarga bizga berilgan mas'uliyat, ishonch va bu topshiriqni albatta bajaramiz. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati rahbariga ulangan quvvati 50 kilovatdan yuqori iste'molchilar elektr uskunalarini tejamkor uskunalarga almashtirish, kondensator uskunalari o'rnatish, elektr tarmoqlarini va transformatorlarni mukammal va joriy ta'mirlash tadbirlarini amalga oshirish orqali elektr energiyasini iqtisod qilishga erishish vazifasi qo'yildi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish jarayonida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati har bir hududga biriktirib berilgan mahalla gazchisigacha bo'lgan qatlamdagi har bitta xodimimizga to'laqonli va sifatli bajarilishi bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan. Eng asosiy oldimizga qo'yilgan vazifalar O'zbekiston Respublikasining barcha iste'molchilariga o'z vaqtida sifatli, yetarli bosim va hajmda tabiiy gaz yetkazib berilishi, jumladan yo'qotishlarni oldini olish va yetkazib berilayotgan qimmatbaho tabiiy gaz hajmlarini sifatli iste'mol qilinishini, iste'molchilar o'rtasida shakllantirilishini nazorat qilish vazifalari belgilab berilgan. Yangi tartibga ko'ra har oy yakunida vazirliklar, idoralar va boshqa davlat tashkilotlari birinchi rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahri, tuman va shaharlar hokimlari o'z hududlari va sohalarida elektr energiyasi va tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar bajarilishi holatini shaxsan o'rganib boradi hamda bu borada mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan rahbarlarga choralar ko'radi. Mas'ul rahbarlar har chorakda hududdagi muqobil energiya manbalaridan foydalanishni joriy etish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan xalq deputatlar kengashlariga hisobot berib boradi. Qaror bilan Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi siyosiy partiyalarga yoqilg'i, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishini oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish borasida tavsiyalari ham berildi. Bundan keyin energiya samaradorligini ta'minlash borasida mas'ul vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ustidan ta'sirchan parlament nazorati o'rnatiladi. Deputatlarning joylarga chiqib energiya tejamkorlik borasidagi so'rovini amalga oshirish ham sohada olib borilayotgan islohotlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi albatta. Hududlarning iqtisodiy rejasining maqsadli ko'rsatkichlarini bajarilishi, tarmoqlardagi yo'qotishlarni kamaytirish borasida vazirlik, idoralar, mahalliy hokimliklarga alohida vazifalar yuklatilgan bo'lib, ularning ijrosi ustidan ham parlament nazorati o'rnatilishi, hududlarda deputatlar tomonidan so'rovlar qilinishi albatta muhim ahamiyat kasb etadi. Joylarda parlament nazoratini o'rnatib, bu boradagi ishlarni tizimli tashkil etilishini ta'minlashga o'z hissamizni qo'shamiz. Ushbu qaror iqtisodiyot tarmoqlarida, davlat idoralarida va ijtimoiy soha obyektlarida hamda aholi xonadonlarida energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.